Mana oldi ketidan tlovlar. Oldi ketidan Simjon holatda chiqadi, kella boshlarni ko'rsating. Eng qizig'i qo'yib bittasi. Dumbasi ham ochda qo'chqor yonini o'tsa qochib qolaveradi. 1 yil bag'ishsin 10 ta qo'ylar 20 ta bo'ladi. Agar Xudo berib egiz tup oladigan bo'lsa, bitta ikkitasi egiz tupsa ham 25 ta 30 tup bo'ladi aka. Sutga, o'tga to'yganligi aka mana shu yerdan dalolat berib turibdiki, buni badallari juda ham semiz variantda akalar. Ikkala qashqa egizchi. Shunday. Buni onalarini ko'rib, ichidan tagidan yulib oldim deyapsiz. Ha, ichidan tagidan yulib oldim aka. Inalari ham, otalari ham o'ta kelishgan qo'ylar. Sifati zo'r ekan. Sifatlar hamma yo'g'i joyida. 10 kun etepa. 10 kun bag'ishlaydigan bo'lsa 500 mingdan ustida foydasi bor. 500 ming so'mdan 23 ta qo'ylarga 10 million bo'lib ketadimi? Mehr taraf. Olib borib turib, sababini qilib buni ham bag'ishsa yaxshigina foydasi bor. Yaxshigina foydasi bor. Sabab aka, yana kepa-garpasini yalatib turing, badaniga suv yugurgandan keyin bu qo'shqorlarda aka, ochiqni aytaveraman, 1 milliondan foydasi bor. Video cho'zmaylikda narxiga gaplashib qo'yaylik. Narxini aka endi kelib qolibdi, zakaz kelgan unaqa narsa yo'q aka. Toza kashtan hisori sovliqlardan boqaman degan obunachilarimiz bormi aka? Mana sizga toza kashtanli akalar hisori sovliqni aka papalaridan topib qo'ydim. Xudo xolasa yirikligiga, oyoq qo'lning uzunligiga, sifatiga bitta like tugmachasini qizartirib qo'yadigan bo'lyapti aka. Xudo xolasa bugungi sanamiz akalar 11-avgust 2026-yil hafta kuniga seshanba. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Azizullo ukamizni qo'y fermalarida akalar mana shunday toza qonli aka kashtan svetli hisorilarni sovliq variantlarini aka sizga tortiq qilyapmiz. Xudo xolasa ekran qarshisida yaxshilab o'tirib, kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, aka shuncha mehnatimizni qadrlab bitta like tugmachasini qizartirib qo'yasizlar. Xudo xolasa aka bugun narxini arzon qo'yib beramiz. Sizga chiroyli qilib qo'chqor sovliqda aka assortimentlar juda ham ko'pini sizga qo'yib beramiz. Xudo xolasa to'liq ma'lumotini Azizullo ukamizni o'zlaridan beramiz. Azizullo maza yaxshimi? Assalomu alaykum Sherzodbek aka. Ahvol qalay? Aka bugunga ozgina qilib qo'yib chiqaramiz, ammo ma'noli mazmunli bo'ladi. Sifatlidan videoni boshidan like-ni bosib, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olishsin aka. Birinchi partiyamizga 10 dona sovuqni bodam gulidan chiqdi. Nega gap? Ammo bu sovuqlar juda sorti juda boshqacha ekan-a. Tojikiston paroda. Nega gap? Sariq simjillarida. Sizga tavsiya qiladigan sovuqlarimiz aka, toza kashtanlaridan ekanda buni etiga bitta ahamiyat beringlar akalar. Tojikiston sort deydimi buni? Tojikiston sort bo'ladi. O'zi to'laydigan variantida janivar. Sortlari. Badan vashi ham semiz ulab, o'ylashmasdan telefonda katta ko'rinyapti, yo'qmasa boshqa bo'ladi. Mana oldi ketidan tlovlar. Oldi ketidan Simjon holatda chiqadi, kella boshlarni ko'rsating. Eng qizig'i qo'y bittasi. 100 gacha kashtan ekanda janivar tozaligidan aka mana sizga tavsiya qilaman. Mana shunaqa sog'liqdan aka chiroyli qilib olib boqib qo'ying aka. Pulingizga pul qo'shadi, qo'rangizga baraka olib keladigan sog'liqlar aka mana. Xudo xolasa tavsiya qilaman sog'liqlarni. Dumba boshlarni qarang. Dumbasi ham ochda qo'chqor yonini o'tsa qochib qolaveradi. Eng qizig'i bular ichida nima desa bo'ladi? Dumbasi osilgan, afg'on dumbasi yo'q. Yo'q, unaqalari yo'q. Ammo hammasi sifatiga gap yo'q lekin. Tavsiya qilaman sog'liqlar aka. Azizlar soni ishlaydi. Soni 10 dona. 10 dona, bir pashka, bir qo'ra, bir kishilik. Bir kishilik ekan, xudo xolasa. Olib borib, sirazi qo'chqor qo'shib qo'yishaveradi, bemalol. Yosh oyliklari ham 7 oylik plyusda aka bular. 7 oylik atrofida. 7 oylik plyusda. Buni eng qizig'i o'zi kuziga qo'chqor qo'shib qo'yishadigan bo'lsa, bahorga o'tib tug'ib bersan, ko'raverasiz agar narxini. Bolasi o'zini foydasiga qolib ketadi, mana o'zi bonus hisobida qolib ketadi o'zlari. Bonus hisobida qolib ketaveradi. Eng qizig'i uni bo'ylarni ichiga beramiz. Bo'ybasini aka 75 plus minusga olishsa, real nolada obunachiligingizga bir qator o'lchab beraveraman. 75 atrofida chiqaradi. Chiqaradi bemalol. Gap yo'q. Mana qarang aka, xudo xolasa mana shu sog'liqlarni chiroyli qilib boqing aka. Qo'rangizga aytganimizdek qo'yga to'ldirib yuboradigan variantidan akalar tavsiya qilamiz. Eng qizig'i bularda ichida bir kasallik kusali, bunaqalari yo'q. Oyog'i oqsagani yo'q ekan-a? Bemalol sinab olishaveradi, garantiyalar bor. Yemoq-ishmoq yaxshi? Hamma yo'g'i joyida. Aka mana sizga aka chiroyli sog'liqlardan. Ko'pchilik mendan sog'liqda aka zo'rlardan so'rashyapti ekan. Mana sizga sog'liqda aka zo'rlardan topib qo'ydik. Eng qizig'i buni narxini ham arzon qilib beramiz-a buni. Narxini aka o'z obunachilaringiz ham bilishyapti, bo'ladigan narx qo'yaman. Ular bir kelib qolibdi deb turib nima qilib olishmas. Narxi 48, 4,5 sotilayotgan bir paytda 4,5 pastda chiqarib beraman. 4,5 pastda. 4,5 pastda. Hech bo'lmaymiz 4,5. Arzonroq qo'yib beraman. 4 million 300 ming so'mdan olishsa mana 10 tasini olishadigan bo'lsa, hammasini olishsa hayr sunnatiga bir nima o'tib beraman. 4 million 300 ming so'mdan. 4 million 300 ming so'mdan. Gap yo'q aka. Mana 4 million 300 ming so'mdan 43 million so'mga aka. Dastlabkasi qayergacha? Dastlabkasi Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha ketaveradi, gap yo'q. Sababini qilib 1 yil bag'ishsin 10 ta qo'ylar 20 ta bo'ladi. Agar Xudo berib egiz tup oladigan bo'lsa, bitta ikkitasi egiz tupsa ham 25 ta 30 tup bo'ladi aka. To'g'ri. Endi aytmoqchi bo'lganim, buni
nima desa bo'ladi? Qo'y olish maqsadida telefon qilgan odamni chiroyli ishini bitiramiz. Bitta ham sotilaveradi. Ha, bittaga ham sotilaveradi, savdosi bor. Telefon qilib, mana shu qo'ying, yo'qdi uka mana. Ushlagan qo'ying, yo'qdi deyishadigan bo'lsa, kelishtirib yo'lda qilib beradi. Bu eng qizig'i aka sutga, o'tga to'yganda jonivar. 7 oylik bo'ladigan bo'lsa aka, masalan, yanvarda tug'ilgan, qishda chillasini ko'rgan sog'liqlar hisoblanadi. Bu degani aka, immuniteti ham juda ham baquvvat. Aka ertaga boqadigan bo'lsangiz ham naslini ham chiroyli beradi, bolani ham yaxshi katta qiladi. Undan tashqari aka, sutga to'yganligidan bolasini ham zo'r beradi aka. Sababi yo'g'onligi ham zo'r. Tushunadigan hoji bolamiz biladi, oldindan hisari sortni boqadigan qo'y purushlar bo'ladi-ku, qo'y boqadigan odamlar. Tushunadi hisari sortni. Bir ko'rganda biladi bu qo'yni. Tavsiya qilaveramiz. Endi donaga qarab kelishamiz azizlar. Donaga yoqqan qo'ylarga qarab telefon qilsa kelishaveramiz. Ot bilan telefon qilishadigan bo'lsa, ha bu sarig'ini tanlayapsiz 5 million emasam, qora kattasini tanlayapsiz 5 million. Bunisi zotligida yo'q. Telefon qilsa ishlar bitadi. Ochiq gapiraylik, masalan, qancha bitta 100 ming, 200 ming plus minusga kelishlarini? 100 ming, 200 ming. Holatiga qarab, holatiga qarab kelishaveramiz. Hurmatli tomoshabinlar, bu qo'zi aka, sog'liqda qo'zisi. Hech zamonda aka buni bo'yini metrlab o'lchab, materialga o'xshab o'lchanmaydi. Yo bo'lmasa kiloga qarab tortib berilmaydi aka. Buni oyoqli olinadi, oyoqli sotiladi aka. Ko'pchilik endi videoda har xil ko'ryapti aka. Shuning uchun 75 santimetrda bir uruving qilib olib, o'shanga qarab savdo qilishlarini taklif qilib qolaman akalar. Xudo xolasa, narxi sifati to'g'ri kelsa, akalar aloqa chiqasizlar, chiroyli qilib, Ash Azizullo ukamizni qo'lini olib, ishlari bitadi. Agar xonadonimga kelib turib, qo'ying yo'qdi uka, gap narxida deyishadigan bo'lsa, yana o'tib beradi. O'tib beradigan holat bor. Savdosi bor-a? Savdosi bor. Bemalol telefon qilishaversin. Gap akalar. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar aka. Bundan keyin yana ham zo'rlardan chiqarib beramiz akalar. Tomoshabinlar, mana sizga aka Hisori sog'liqlarda aka toza kashtanlardan yana sizga aka puli arzonroq variantidan akalar. Egizchilardan so'ragan obunachilarimiz bormidi aka? Mana sizga aka o'sha egizchi variantlaridan inshaalloh sababini qiling, chiroyli qilib baraka topadigan qo'ylaringiz aka. Azizlar soni eshitmaydi? Soni 23 dona ikkinchi partiyamizga. 23 bosh. Hammasi sog'liq. Hammasi sog'liq. Gap yo'q. Eng qizig'i buni sog'lik salomatlik qanaqa buni? Sog'lik salomatlik hamma yo'g'i joyida aka. Bugun ikkinchi kun, kecha kuni ertanmanga yetib keldi. Qonlarni to'g'lab, yeb-ichlarni sinovdan o'tkazdik, yaxshi hammasi. Borgandan keyin bemalol sinov olishaveradi, bunday narsa aka. 3 kunga deyilgan shariatda ham 3 kunga. Uzog'i bilan kasal bo'lsa 4 kundan chiqadi. 5 kungacha garantiyasini beraman. Unab ovozni ko'pirtirib 7 kun, 10 kun, 15 kun duvab turib etdayindimda nimasi chiqib qoladigan bo'lsa, telefonda olmasdan boshqa narsa bo'lmaydi-da. Ochiq o'yin qilib mana shariatda ham 3 kun deyilgan aka. Uzog'i bilan 5 kungacha garantiyasini beraveraman. Garantiyasi beriladi. Eng qizig'i buni yoshini qancha beramiz? Buni yosh oyliklari 7 oylik nari berdi bo'ladi. 7 oylik atrofida. 6 oylikqa xotirjam to'lgan. Yo'q. Eng qizig'i aka buni sutga, o'tga to'yganligi aka mana shu yerdan dalolat berib turibdiki, buni badallari juda ham semiz variantda akalar. Dumba boshlari ham tikka dumba, quyruqlari ochiq variantdagi sog'liq so'raganlar bormidi aka? Mana sizga aka, sog'liqda ham o'ta go'zallaridan. Azizlar, tomonlar ko'rsating mana. Mana. Buni ichida egizchisi ham bor ekan, egizchisi ham bor, adash, ikki qashqa. Ikkala qashqa egizchi. Shunday. Buni onalarini ko'rib, ichidan tagidan yulib oldim deyapsiz. Ha, ichidan tagidan yulib oldim aka. Enalari ham, otalari ham o'ta kelishgan qo'ylar. Sifati zo'r ekan. Sifatlar hamma yo'g'i joyida. Aka, mana shu qo'chqor sog'liqlarni olib qo'ying, chiroyli qilib buni sentyabr, oktyabrga yaxshi qo'chqorni qo'shib qo'ying aka. Ertaga baraka topasiz. Men aytganimni qiling aka, maza qilib boqing mana shu sog'liqlarda aka, kelajagi bor narsani. Xudo xolasa pul tayda qolib ketasiz. Endi azizlar bularni narxini qancha hamma kutyapti, qancha ekan kutishyapti. Shunga nechta pul qo'yamiz endi bu narxni? Aka soni 23 dona. Hop, hammasini bir joyga eshitib turing, yaxshilab obunachilaringiz ham eshitsin-da. Hammasini deyapman. Ichidan 10 ta, 15 ta, ichidan bitta qog'oz olishadigan bo'lsa ham pilisi bo'ladi-da. Tipoq turib, mana qada o'zingiz lows qilishyapti endi kapitada. Mana tushuntirib aytyapman. Soni 23 dona. Hammasini olishadigan bo'lsa 4 million 200 ming so'mdan kamiga o'tib ham beraman. Nech pul o'tamiz? 4 million 200 mingdan. Videoda o'tamizmi, o'zak o'tamizmi? Hop, bunday narsa qilaylik. 23 tasini hammasini bir joyga olishidan bo'lsa, 4 million 150 mingdan Toshkentgacha sip kelsa. 4 million 100 qo'yarsak bo'lmaydimi shuni? 50 ming sizdan so'rayapman. Endi agar vodiy bo'ylab bo'lsa ketaveradi. Endi Toshkent nimalarga ham dasib kelsa qimmatroq bo'ladi-da. Qimmatroq bo'ladi endi, ozda baraka va azizlar, ochiqni aytaveraman. Iloj bo'lsa agar yaxshi narx bo'ladi agar. 4 million 100 mingdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha dasib kelsa qo'shib berishadi. 4 million 150 dan qilib berishadi. Sizga sog'liqda aka go'zallari. 4 million 100 ming so'mdan aka mana sizga ochiqni aytaveraman. Bozorda ham aka mana shu sog'liqlarda aka 4,5,
4.700, 4.600 sotilyapti. Agar mana shuni to'g'riga o'tib qolsa aka ishonavering, uni qarang, yo'q. O'zi o'tyapti to'g'riga bo'lar ham aka. Ne gap bu? Yana bir hafta 10 kun yetkazib boqishdan bo'lsa, 10 kun etepa. 10 kun boqishdan bo'lsa 500 mingdan ustida foydasi bor. 500 ming so'mdan 23 ta qo'ylarga 10 million bo'lib ketadimi? Aka, mana shu sog'liqlarni olasiz, xudo xolasa yaxshi bitta qo'chqordi. Arashan qo'chqordi. Zo'ridan qo'shib qo'yasiz aka, bahorga o'tgandan keyin bo'ladi. Chiroyli bitta yaxshi bolani quchoqlaydigan bo'lsa aka, bu sog'liqlarimiz 8 million, 9 million. Bu yil aka bilasizlar, bo'g'oz bo'lib qolsa, agar bolasi qo'chqor bo'lib qoladigan bo'lsa 10 million ustida bo'ldi. Mana sizga aka tayyor biznes varianti aka. Narxi sifat to'g'riga aloqa chiqasizlar, kelishtirgan holatda chiroyli qo'yib beramiz aka. Donalabga ham agar kelishtirgan holatda qo'yib beramiz. Telefon qilib turib, mana qo'ydi tanladim. Tanlab olaman, zo'ridan ishlagan bo'lsa pelisi bor. Uka o'zing bilib chiqarib ber ishlaydigan bo'lsa 3 dona qo'y chiqarib beraman minusiga. Minusiga chiqarib beraman. Kelishiladigan holatda chiroyli qilib ishlaring bitirib beriladi akalar. Hurmatli tomoshabinlar, bu qo'ylar akalar ochig'ini aytaman, kelajagiga bor narsa. Chiroyli qilib olib boqing, xudo xolasa baraka topasiz aka. Tavsiya qilamiz akalar, narx to'g'ri kelsa aloqa chiqarasizlar. Biz bundan keyin qanaqasini qo'yamiz? Qo'chqorlar qo'yamiz. Arzon. Puli yengillardan qo'chqor qo'yib beramiz aka. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana sizga aka arzon variantda qo'chqor qidirgan obunachilarimiz bormidi aka? Sizga qo'chqorda aka zo'rlardan tavsiya qilib qolamiz. Azizlar soni nechta buni? Soni 18 dona aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Gap yo'q. Sifati zo'r ekan, ozgina dalavajagina ochiqni aytish kerak. Sen shunda mehr talab. Mehr talab. Olib borib turib, sababini qilib buni ham boqsa, yaxshigina foydasi bor. Yaxshigina foydasi bor. Sabab aka, buni yana ozgina dalavaj qilib aka, bez rasxod katta qilasiz. Ozgina kepa-garpasini yalatib turing, badaniga suv yugurgandan keyin aka bu qo'chqorlarda aka, ochiqni aytaveraman, 1 milliondan foydasi bor. Sababi aka, bu qo'chqorlar nima desa bo'ladi? Hozir Agusoyda turibmizmi? Mana shu qo'chqorlarni eko yana chiroyli qilib, dalavaj qilib, yugurtirib, yem berib, ozgina yugurtiradigan bo'lsangiz, boqma qo'chqor qilib soting aka, 5,5 ustida sotasiz mana shu qo'chqorlarni. Rezultatni yaxshi beradi aka. Yeb ichishga xotirjam garantiyasini beraman. Bemalolini olishadi. Yoshini qancha beramiz? Bo'ladigan bo'lsa almashtirib qo'ysin. Taxtani ham yeveraveradi. Yoshini qancha beramiz? Yosh oyligini 5 oylik piliska olishaversin. 5 oylik atrofida bo'lgan qo'chqorlarimiz. Eng qizig'i, buni zoti qanaqa endi? Buni zoti aka ichida hisari ham bor, arashani ham bor. Edilbayi ham bor ekan, shunday edilbaylari ham bor. Hammasi toza qoldilardan. Xudo xolasa ertaga chiroyli qilib natijasini olaman degan obunachilarimiz bormidi aka? Mana sizga hammasini tavsiya qilamiz. Buni mana holatini ko'rib aka, bo'mag'ir qo'y ekan, yo'masam kichkina ekan deb o'ylashmasin. Hamma narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. To'g'risi gap. Aytishib bo'lsa ham gapiraman ekan mana. Bu katta qo'chqorlarni ham ko'ryapsizlar, ular ham mana shunday bo'lgan-da, yoshida farqi bor, xolos, narxida farqi bor. Mehr talab qo'ylar. Mehr talab, xudo xolasa aka. Buni narxini ham arzon qo'yamiz aziz. Buni narxi o'ta sensasiya, miyalarga sig'dirolmay qoldi. Nech pul qo'yamiz? Bu narxi nima? Yengil savdosi ham 38 soatlik qilda 1000 arzon bo'lsa ham. Hop, bu narsani eshitsin. 18 tasini hammasini olsa 3,5 million so'mdan telefon qilganimga ketdi baraka. 3 million 500 mingdan. 3 million 500 ming so'mdan vodiy bo'lib dastlabkasi ham bor mayli. Vodiy bo'lib dastlabkasi besplatni aka. Hurmatli tomoshabinlar, narxi arzon bo'ldi lekin. Arzon bo'lsa arzonni kommentariyga yozib keting aka. Baydan boshlang aka. Hammasi zo'r ekan. Tavsiya qilib qolamiz akalar. 3,5 million so'mdan qayerda beryapti uni? Bozorga borganingiz taqdiringizda ham akalar 37-38 sotilyapti. Mana sizga arzon variant aka. Xudo xolasa narx sifat to'g'riga aloqa chiqarsa, kelishtirgan holatda chiroyli qilib ishlang bitirib beriladi. Bundan keyin qanaqasini qo'yamiz? Bundan keyingi o'ta toza qoldilardan qo'yamiz. Toza arashandan bor-a? Zakaz ko'tganlar. Videoda oxirigacha kuzatib turinglar akalar. Tomoshabinlar, arashan hamda edilbayda naslga yoki boqqani so'rayotgan obunachimiz bormidi? Mana sizga aka. 4 dona bitta odamni qo'y aka, xudo xolasa. Azizlar, yoshini qancha beramiz buni? Yosh oyligi 4,5 oylik. 4,5 oylik atrofida. 4,5 oylik. Bo'ylari qancha chiqadi? Bo'y basti, hop, ikkita bundayrog'i bor mana. Kichikroq. Oldagi ditqan ikkita kattasi. Mana orqaga ditqan ikkita bundayrog'i. Kichikroq. Shunday. Hammasi 4,5 oylik nari berdi. Ona ikki kattasi 5 oylik bo'lgan endi. 4,5 bilan 5 oylik o'rtasidagi, ha? Shunday. Sifati ham zo'r ekan, jonivorlar, xudo xolasa. Eng qizig'i buni video cho'zmaylikda narxiga gaplashib qo'yaylik. Narxini aka endi kelib qolibdi, zakaz kelgan unaqa narsa yo'q aka. Voy 1000 arashan bo'lsa ham, edilbay bo'lsa ham narxini yengil qilib, nima deydi? Har dar chaqirish aka maqsad. Ular buni bir marta kelib qolibdi deb turib narxini baland sotib chiqib chanchib olishmas. 4 ravni olishadigan bo'lsa 4 million ham yo'q. 3 million 900 ming so'mdan olishsin. Olishsin. To'ralasiga. To'ralasiga. Donaga qarab kelishamiz. Donaga kattalarga pilisi bor. Kichkinalarni 3 million 900 dan beraveraman. 3 million 900 ming so'mdan aka. Xolasa kattalariga pilisi kelishamiz, ha? Ya kattalarga lekin kattasiga pilisi bor. Asli 4 dona bir kishi olib qo'ysa ham maza qilib boqadi aka. Yosh oyligini eshitib turibsiz. 4,5 oylig'i, nariga 5 oylik.
Gavda voshiga qaraganda yosh o'ylig'i kichikroq. İyi yapıyor. Aka tavsiya qilamiz. Narx sifat to'riga aloqa chiqasizlar. Kelishtirgan holatda chiroyli qilib ishlang. Bitirib beriladi. Qo'ylarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda Azizlar ukamizni qo'y fermasida turibdi akalar. Xudo xolasa aloqa chiqqan odamda ish bitiriladi akalar. Biz bo'lsa shu joyda syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi syomkada ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchangizga chiroyingizga Xudo barakasini bersin.